Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun sizlar bilan iltimoslarga binoan oversize fasonidagi hudi va yubkani modellashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun hudi uzunligini chizib olamiz. Men 60 cm chizdim. O'ngga qarab yelka kengligini qo'yib olamiz. 19 cm chiqdim. Burchakdan 2 cm pastga tushamiz. Orqa bo'yin omuzi uchun 8 cm, old bo'yin omuzi uchun tushdim va belgacha bo'lgan masofani 40 deb olganim uchun 2 ga bo'lib 20 cm proyma uzunligini chizib oldim. Orqa kenglik belgilagan nuqtamdan 1 cm pastga tushib, yelka uzunligini chizib oldim va davom ettirib yeng uzunligini ham chizib oldim. Hamda ko'krak, bel, bo'ksa yarim aylanalarini o'rnini belgilab chiqdim. Hudi uchun kenglik uchun o'zingiz xohlagan santimetrni qo'shsangiz bo'ladi. Men 10 santimetrdan qo'shib chiqdim. Yeng qiyalik bo'lib tushganligi sababli proyma kengligi torayadi. Hudi uchun 10 cm qo'shgan joyimizdan yengdan pastga 20 cm belgilab chizib olamiz hamda o'ngga 3 cm berib yeng ulanadigan chiziqni chizib proyma joyidan avvalni qilib hudiga tutashtirib qo'yamiz. Orqa bo'yin omuzidan 1,5 cm ko'tarilgan edi. O'sha joydan 1,5 cm pastlikda yeng va yelkalarni oldi bo'yin omuzi bilan tutashtirib olamiz. Bu bizga balans beradi. Hudi orqaga ketib qolmaydi. Old proymalarni ham chizib, bularni qizil belgida belgilab qo'ydim. Buning kapshoni ham bor. Kapshon rilsiga joylaganman. O'tib ko'rsangiz bo'ladi. Endi yubkasiga o'tamiz. Yubka uchun siz trapetsiya usulidan foydalansangiz ham bo'ladi yoki yarim quyosh holatida bichsangiz ham bo'ladi. Buning uchun bel yarim aylanasiga zborka haqqi uchun 10 yoki 20 cm qo'shamiz hamda uni 3 ga bo'lib radius hosil qilib, burchakda aylana chizma chizib olamiz. Bel chizig'ini chizib olgan joyimizdan pastga yubka uzunligini chizib chiqamiz. Har bitta joyidan bir xil uzunlikda yubka uzunligi berib olganimizdan keyin uni qirqib olamiz.